Hozirgi kunda bu ikki metodni qo'llamagan biznes egalariga bozorda joy yo'q. Birinchisi bu brending, ikkinchisi barcha tarmoqlarda mavjud bo'lish. Misol uchun, ekspertlarimiz, bular buxgalter, soliq maslahatchilari, dizaynerlar, SMMchilar va o'qituvchilar, shunga o'xshagan kasblar ko'p. Bu kasb egalari o'zlari shu kecha kunduzda yuritayotgan faoliyatlarini brendga asoslantirib, o'sha brend orqali ijtimoiy tarmoqlarda, internet tarmoqlarida, barcha sotuv kanallarida mavjud bo'lmasalar, ular hozirgi kundagi raqobatdan chetda qolib ketadi. Va sizni mijoz o'sha brendingiz orqali hamma yerda uchratib, ko'rib turishi kerak. Natijada siz har doim mijoz ko'z o'ngida bo'lganingiz uchun sekin-sekin mijozning ishonchiga kirib, qo'shimcha daromadingizni kengaytirib borasiz. Bizning misolimizda uzum singari katta korxonalar ham amal qilish paydalar Xitoydan turib O'zbekistonda tovarlar realizatsiyasini yo'lga qo'yishmoqchi. Agar siz bu kabi chaqiruvlarga tayyor turmasangiz, bozorda o'z ulushingiz va o'rningizga ega bo'la olmaysiz.